Bugun 27-iyun rasmiy sanaga ko'ra bayram, jurnalistlar kuni. Ammo aslida bu sana jurnalistlik shunchaki shon-shuhrat emas, xalq oldidagi mas'uliyat, har kuni savol berish jasorati va haqiqatni aytish uchun ichki kurashni anglatadi. Jurnalist bo'lish bu zo'r maqola yozish emas, balki xalqni qiynayotgan muammoni ko'rib jim turmaslik, qurilmagan yo'l, yetib bormagan yordam yoki eshitilmayotgan dard haqida yozish demakdir. Jurnalist bu faqat mikrofon tutgan odam emas, bu odamlar so'zlay olmayotgan joyda gapira oladigan inson. Ko'pchilik e'tibor bermagan voqealarni yoritadigan, eshitmaydiganlarga ovoz bo'ladigan odam. Kimdir tanqid qiladi, kimdir tahlil yozadi, kimdir xalqqa motivatsiya beradi. Har kimning yo'li boshqacha, lekin jurnalistikaning umumiy o'lchovi bor. Bu haqiqatdan qochmaslikdir. Bugun jurnalist bo'lish oson emas. Savol berganing uchun bosim o'tkazishadi. Muammolar haqida yozsang, nega faqat salbiy narsalarni ko'rasiz deyishadi. Lekin jurnalist yozmasa, muammo o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Yozmasa suv kelmaydi, yozmasa ko'prik qurilmaydi. Jurnalist har doim muammolar haqida yozadi, chunki u nimanidir o'zgartirishiga ishonadi. Bu faqat O'zbekistonda emas, butun dunyoda jurnalistlik xavfli kasbga aylangan. G'azoda portlash ostida efirga chiqayotgan muxbir, Ukrainada snaryadlar orasida mikrofon tutgan jurnalist, Meksikada yozgani uchun o'ldirilgan matbuot xodimi, Rossiyada haqiqatni yozgan Politovskaya, Saudiya Arabistonida o'ldirilgan Jamol qo'shiqchi. Bu kasb har yerda xavfli, lekin har yerda zarur. Bugun sun'iy intellekt maqola yozishi, ovoz tayyorlashi mumkin, lekin ularning hech biri xalqning og'rig'ini sezmaydi. Shuning uchun jurnalistlik maqom emas, bu tanlov, bu jim turmaslik, bu haqiqat uchun kurashish va bu kurash har kuni davom etadi. Kelajakdagi jurnalist faqat yozmaydi, u nafratga ham, e'tiborsizlikka ham, bosimga ham bardosh berishi kerak. Bu kasb kuchli ruh, qat'iyat va sabr talab qiladi. Bu kasb kelajakda zo'r gaplar emas, zo'r bardosh kasbi bo'lib qoladi. Bayramingiz muborak bo'lsin, qadri va qalami bardoshli jurnalistlar.